Assalomu alaykum do'stlar, internet olami kanalini tomosha qilmoqdasiz. Siz ushbu kanalda internetdan qanday qilib pul topish va internet YouTube kanallarini qanday ochish, sozlash va Telegram kanallarini ochish, sozlash, Instagramga oid ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Qani bo'lmasam biz boshladik. Assalomu alaykum do'stlar. Karantin vaqtida uyda bekor o'tirmasdan internet orqali pul ishlashni o'rgatamiz. Bu albatta sinalgan, hozir ko'rasizlar sinalganligini, qanchalik sinalganligini video davomida ko'rishingiz mumkin. Qani bo'lmasa biz boshladik. Bizga buning uchun kerak bo'ladi. Bu hamma uchun emas, lekin oldindan aytib qo'yay, hamma uchun emas. Kompyuterda yaxshi tushunadigan, kompyuterda nimadir qilish qo'ldan keladigan odamlar uchun va aytib o'tamiz, telefonda qilish ham mumkin bu narsalarni. Video davomida ko'rib borsangiz albatta tushunib olasiz degan umiddaman. Ko'p gapirgandan ko'ra amalda ko'rsatgan ma'qul degan holatda videomizni davom ettiramiz. Bizga kerak bo'ladi. Mana bu programma kerak bo'ladi. Internet orqali qidirsangiz ham shu quark.ru yoki .com ikkalasidan bittasi. Xo'p, bo'lmasam kiramiz, ko'rsataman. Mana men 5-iyunda ishlaganman ekan. Iyulga to'g'ri keladi. 07-oy iyulga to'gri keladi. Mana ko'rib turganinglarda 5-iyulda va 5-iyulda ikkalasi ham bir kunda bo'lyapti. Men tajriba o'tkazib ko'rgandim. Bundan haqiqatda to'laydimi, haqiqatda ishlasa bo'ladimi, bo'lmaydimi deb turib tajriba o'tkazib ko'rgandim. O'sha paytda hozirda karantin vaqtida tavsiya qilib o'tyapman. Albatta bu saytga anchadan beri kirmay qo'ygandim, lekin sizlarga tavsiya qilgim keldi. Sizlar bilan bo'lishim keldi shu narsani. Mana men bitta 2 kishiga logotip introsini tayyorlab 400 rubldan 800 rubl ishlaganman bir kunda. Endi bunga qancha vaqtim ketgan? Endi bunga bunisiga 1,5 soat atrofida vaqtim ketgan. Bunisiga yarim soat atrofida vaqtim ketgan. Ikkalasi bo'lib 2 soat vaqtim ketgan. 2 soatda 800 rubl pul ishlaganman. Endi bu qanday ishlaydi? Birjaga o'tamiz. Birjaga o'tganimizda mana birjada ko'rsatyapti, qanaqa ishlarni taklif qilyapti. Raskorotka mana kimdir nimadir qo'ldan kelsa, shu yerda anaqa qilish mumkin. Sozdат videorolik 13 sekundlik. 13 sekundli videorolik tayyorlab bering deyapti. 500 rubl taklif qilyapti. 500 rublga 13 sekundli videorolik tayyorlab bering deb turib taklif qilyapti. Endi bu odamlar 7 ta odam taklif kiritgan, men qilib beraman deb. Endi bu yerda qanday ish ketadi? Misol uchun mana deylik 2000 rubllik ish ketyaptimi? 2000 rublga emas, siz ashuni 1000 rublga yoki 1,5 rublga qilib beraman deb turib taklif kiritsangiz, sizniki arzonroq, ularga ma'qul keladigan narx bo'ladigan bo'lsa, sizga zakaz beradi, siz buni bajarib topshirasiz. 23 soat mana 23 soat siz vaqt berasiz, shuncha vaqt ichida qilib bera olaman deb turib siz zakazni olaman deysiz. Shuncha vaqtga xohlasangiz 1 kunda qilib bering, xohlasangiz 2 kunda qilib bering. U yog'i sizni o'zingizni harakatingizga bog'liq, lekin iloji boricha kamroq vaqtda qilib bersangiz, ularga ham yaxshiroq. Misol uchun videoroliklarni 1 kunda qilib berishingiz kerak bo'ladi. Chunki 1 kundan oshiq uji kerak emas. Ba'zi ishlar bor, 1 kundan oshiq vaqt talab qilinadi. Shuning uchun 2-3 kun vaqt beriladi. Endi mana sizlar 6 ta ikonka для Instagram deyapti. 500 rubl bu ham. Kimlardir qo'ldan keladi albatta.
Mana men tushunmayman, to'g'risini aytsam tushunmayman. Darobodka Bitriksa. Men tushunmadim to'g'risi. 20 ming rubl ekan. 20 ming rubl taklif qilyapti. Shuncha 20 ming rubl beraman deyapti. Endi bunga mana o'zi ham vaqt bergan, o'zi qancha vaqt beryapti? O'zi 2 kun vaqt beryapti. 2 kun vaqtda qilib berish kerak deb turib beryapti. Endi siz buni qo'lingizdan keladigan bo'lsa, bir kunda 10 ming rublga qilib beraman men deydigan bo'lsangiz, sizga berishi mumkin yoki 15 ming rubl. Endi o'zingiz taklifingiz kiritasiz, shu orqali pul topasiz. Lekin 100% ishonchli. Men 2 ta zakaz bajargan bo'lsam, ikkalasida ham pulimni olganman. Bu yerda ham zashita bor. Pullarni zashita, o'rtada zashita qilib turadigan. Bular oldindan pul to'laydi. Zadaniyani bajarguningizcha sayt pul tushab turadi. Zadaniyani bajarganingizdan keyin u zadaniyani qabul qilib oldim deydi. Saytdan pul sizga tushadi shunda. Shunaqa sistemada ishlaydi. Xo'p, mana 3000 rubllik, 1000 rubllik, 2500 rubllik, 2500 rubllik ishlar bor. Logotip tayyorlab berish mana. Logotip tayyorlab berish 2000 rubl. Photoshopda ishlovchilar uchun yoki bu anaqa bo'lishi ham mumkin. Video montajda ishlovchilar uchun ham bo'lishi mumkin. Logotip ikki xil bo'ladi. Logotip videoli logotip, rasmli logotip. Bu qanaqa kirib turib tanishishingiz mumkin. Xo'p. Dalshi bu yerga kiramiz. Mana misol uchun logotipni tayyorlab berishga kiramiz. Логотип tayyorlab berish. Создать логотип для бренда домашняя одежда и товар для дома. Xo'p. Men hozir telefondan kirib turibman. Kompyuterdan biroz boshqacha bo'lishi mumkin. Men oldin kirganimda kompyuterdan kirib turib zadaniyalar qabul qilib, zadaniyalarni bajarganman. Hozir bu yerda kvorka yaratish yo'q ekan. Sizlardan uzr so'rab qolaman. Meni kompyuterim hozirgi momentda bo'lmaganligi uchun men kvorklarni ko'rsatib bera olmayman. Kvork tayyorlashda shaxsiy kvorkingizni sozdат qilishdi. Albatta maslahat beraman va kanal shu videoni описаниесida qoldiraman. Qayerdan to'g'ri o'rganishdi va to'g'ri kvork yaratishdi o'rgatadigan video adresini описаниеda qoldiraman. Internetda pul ko'p. Internetdan to'g'ri foydalansangiz albatta ko'p pullar topish mumkin. Va albatta ishonch bo'lsa bas. Biz videolarimizni ishonch bilan ko'rayotgan barcha obunachilarga rahmat deb qolamiz. Biz bilan birga qoling. Biz albatta sizlarga yaxshisini va sifatlilarini, sinalganlarini ulashamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.